Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan burun yondosh bo'shliqlarining asosiylaridan biri hisoblangan g'alvarsimon bo'shliq, ya'ni sinus etmoidalis bilan tanishib chiqamiz. Bugun darsimiz davomida g'alvarsimon bo'shliq kataklarining, demak, g'alvarsimon suyakning anatomiyasi, g'alvarsimon suyak plastinkalari, osteomiyatar kompleks haqida qisqagina ma'lumot hamda g'alvarsimon suyak bo'shliqlarining qon bilan ta'minlanishi va innervatsiyasini ko'rib chiqamiz. Demak, g'alvarsimon suyak anatomiyasi. G'alvarsimon suyak o'z nomi bilan g'alvarsimon deyilishiga sabab tuzilish jihatdan bo'shliqlardan, ya'ni g'alvarga o'xshash bo'shliqlardan tuzilganligi uchun ham g'alvarsimon suyak deb ataladi. Bu suyak o'z navbatida inson organizmida oldingi miya chuqurchasi, ko'zning medial devori va burun bo'shlig'ini anatomiyasida juda muhim rol o'ynaydi. Keyingi slaydga o'tkazamiz. G'alvarsimon suyak bo'shliqlari individual tarzda, ya'ni har bir odamda o'ziga xos ravishda 5 tadan 15 tagacha katakchalardan tashkil topgan bo'ladi. Keling sizlar bilan g'alvarsimon suyakning anatomik tuzilmalari bilan tanishib chiqamiz. Demak, g'alvarsimon suyakning oldingi ko'rinishida biz uni 4 qismga bo'lib o'rganishimiz oson bo'ladi. Birinchi qism bu perpendikulyar plastinka, ya'ni perpendikulyar plastinka burun to'sig'ini, ya'ni septum nasini yuqori qismini hosil qilishda ishtirok etadi. Ikkinchi qismi perpendikulyar plastinka yuqoriga yo'nalib xo'roz toji, ya'ni kristogaliyani hosil qiladi. Bu kristogali cherepni o'rganganimizda shu oldingi miya chuqurchasidan ko'rishimiz mumkin kristogaliyani. Va ikki lateral tarafda esa labirintus etmoidalis, ya'ni ikkita tarafda labirintus etmoidalis. Labirintus etmoidalis tarkibiga yuqorgi va o'rta chig'anoqlar hamda sellular etmoidalislar kiradi. G'alvarsimon suyakning frontal ko'rinishi bilan tanishib chiqamiz. G'alvarsimon suyakning frontal ko'rinishida biz ko'rishimiz mumkinki, demak, kristogali, ya'ni xo'roz toji va lamina cribrosa. Lamina cribrosa lor amaliyotida o'ta muhim anatomik tuzilma hisoblanadi. Aynan mana shu lamina cribrosada foramina cribrosa bo'ladi. Bu foramina cribrosadan birinchi juft bosh miya nervi, nervus olfaktoriusning tolalari o'tadi, ya'ni oldingi miya chuqurchasidan burun bo'shlig'ining yuqori qismiga o'tadi. G'alvarsimon suyakning yuqoridan ko'rinishida biz ko'rishimiz mumkin bo'lgan eng muhim anatomik tuzilmalardan biri bu foramen etmoidalis anterior, foramen etmoidalis posterior. Bu ikkita teshikdan shu nomli, ya'ni arteriya va vena etmoidalis anterior va posteriorlar o'tadi. Demak, bu teshikning joylashuvi g'alvarsimon suyakning ikki o'sha ko'zning orbitaning medial devorini hosil qilishda ishtirok etadigan lamina papretsiyada yuqoridan peshona suyagi bilan birikadi, ya'ni sutura fronta etmoidalis, ya'ni peshona g'alvarsimon suyak chokining pastroq qismida bo'ladi. Aynan bu ikkita teshik. Yuqorida aytganimizdek, bu foramen etmoidalis anteriordan shu nomli arteriya, vena va nerv tolalari o'tadi. Foramen etmoidalis posteriordan ham arteriya, vena, nerv tolalari o'tadi. Demak, labirintus etmoidalisda joylashgan g'alvarsimon suyak sellulalari, ya'ni kataklari bazal lamella orqali, demak, mana rasmda ko'rishimiz mumkin, bazal lamella orqali oldingi va orqa kataklariga bo'linadi. Mana sizlar bilan g'alvarsimon suyakning anatomiyasini qisqachagina demak ko'rib chiqdik. Eng muhim anatomik tuzilmalari bilan tanishib chiqdik. Endi g'alvarsimon suyakdagi plastinkalar haqida gaplashamiz. Labirintus etmoidalis bir-biriga parallel yo'nalgan bir nechta plastinkalar orqali bo'lingan bo'ladi. Bu yerda eng muhim, ya'ni plastinka deb lamellalar deb ataymiz. Eng muhim lamellalar 5 ta turni ko'rishimiz mumkin. Birinchi lamellamiz ilgaksimon o'simtadan hosil qilishda ishtirok etadi. Ya'ni processus uncinnatusni hosil qilishda ishtirok etadi. Ikkinchi lamellamiz etmoid bulla lamellasi. Uchinchi lamellamiz o'rta burun chig'anog'ining bazal birikish joyidagi, ya'ni bazal lamellasi.
To'rtinchi lamellamiz yuqori burun chig'anog'i lamellasi va beshinchi plastinkamiz bu sinus sphenoidalisning oldingi devorini hosil qilishda ishtirok etadigan plastinka hisoblanadi. Demak, birinchi plastinkamiz processus uncinnatus plastinkasi hisoblanadi. Processus uncinnatus g'alvarsimon suyakning lateral qismida orqaga yo'nalgan ingichka suyaksimon plastinka hisoblanadi. Bu fes amaliyotida keyingi rasm o'tkazing. Fes amaliyotida juda muhim anatomik tuzilma hisoblanadi. Endoskopda ko'rinishi mana endoskopda ko'rganimizda chap burun teshigida mana lateral tarafda ko'rishimiz mumkin. Bunda qo'shni anatomik tuzilmalar bilan joylashishi, topografiyasi haqida gapiradigan bo'lsak, medial tomondan demak mana processus uncinnatus, medial tomondan o'rta burun chig'anog'i, orqa tarafdan etmoid bulla, demak lateral tarafdan lamina papriceae, ya'ni qog'ozsimon plastinka, pastki tarafdan esa pastki burun chig'anog'i bilan chegara qilib turadi. Processus uncinnatusning 6 xil birikishi tafovut qilinadi. Birinchi birikish mana ko'rishingiz mumkin, lamina papriceae, ya'ni orbitaning medial devorini hosil qiluvchi qog'ozsimon plastinkaga birikadi. Ikkinchi birikish Ager nazining orqa devoriga birikadi. Uchinchi birikish mana ko'rib turganingizdek, o'rta burun chig'anog'ining bazal qismiga hamda lamina papriceaga birikadi. Ikkilamchi, ya'ni kombinatsiyalangan birikish deb ataladi. Demak, to'rtinchi birikish ilgaksimon o'simta o'rta burun chig'anog'ining birikish joyiga birikadi. Beshinchi birikish base skull, ya'ni cribriform plate ga birikadi. Oltinchi birikish esa o'rta burun chig'anog'ining o'ziga birikadi. Bundan tashqari kompyuter tomografiya tasvirlarida bizga uchrashi mumkin. Bu aynan ilgaksimon o'simta pneumatizatsiyalangan holati ham uchrab turadi. Mana quyidagi tasvirlarda ko'rishimiz mumkin. Aynan ilgaksimon o'simtada pneumatizatsiyalangan hujayralar hosilalarni ko'rishimiz mumkin. Keyinsa ikkinchi plastinkani bizda etmoid bulla plastinkasi hisoblanadi. Etmoid bulla g'alvarsimon suyak kataklarining eng pneumatizatsiyalangan katagi hisoblanadi. Bunda keyingisi bunda ko'rishimiz mumkinki, etmoid bullani endoskopda ko'rsak, topografiyasi haqida gapiradigan bo'lsak, medial tarafdan o'rta burun chig'anog'i, lateral tarafdan esa lamina papriceae bilan chegarada bo'ladi. Oldinda ilgaksimon o'simta va orqada o'rta burun chig'anog'ining bazal qismi bilan chegarada bo'lib turadi. Bulla etmoidalisning 3 xil turi farq qiladi. Birinchisi bu oddiy turi, ikkinchisi birikmali va uchinchisi murakkab bulla etmoidalis. Biz bilamiz, g'alvarsimon suyakning, g'alvarsimon kataklarning eng pneumatizatsiyalangani etmoid bulla bo'lishini aytdik. Aynan mana shu etmoid bulla asosan yarmoysimon kanal, ya'ni hiatus simulinarisga drenajlanadi. Bunda birinchi turi oddiy bulla bitta katak, bitta yo'l orqali hiatus simulinarisga drenajlanadi. Ikkinchisi birikmali bullada ko'rishimiz mumkin. Bunda ikkita uchta bo'shliqlar, ikkita uchta, ya'ni drenaj yo'li orqali hiatus simulinarisga drenajlanadi. Uchinchisi murakkab etmoid bullada biz aytishimiz mumkinki, bir nechta drenaj yo'li orqali nafaqat hiatus simulinaris, balki infundibulum yoki o'sha yuqori burun yo'liga ham drenajlanganini ko'rishimiz mumkin. Demak, etmoid bulla haqida gapirayotganda biz torus etmoidalis, ya'ni torus lateralis haqida ham to'xtalib o'tishimiz kerak. Etmoid bullada biz aytdik, eng katta, eng pneumatizatsiyalangan oldingi katak hujayralari deb aytdik. Shunday anatomik hosilalar ham shunday variantlar ham uchrab turishi mumkinki, etmoid bulla pneumatizatsiyalanmasligi mumkin. Aynan ana shunday pneumatizatsiyalanmagan etmoid bulla torus etmoidalis deb ataladi. Bunda tekshirilgan bemorlarning 8% hollarida mana shu holat uchraydi. Bu normal holat hisoblanadi.
Uchinchi plastinkamiz o'rta burun chig'anog'ining bazal plastinkasi hisoblanadi. Aynan mana shu bazal plastinka yordamida o'rta burun chig'anog'i g'alvirsimon suyak bilan birikib turadi. Demak, o'rta burun chig'anog'i qo'shni yondosh anatomik tuzilmalari bilan 3 xil birikish farq qiladi. Birinchi birikish ko'rishimiz mumkin, ya'ni vertikal birikish. Aynan yuqori qismi bilan o'rta burun chig'anog'i cribriform plate bilan birikadi, ya'ni g'alvirsimon suyakning o'sha g'alvirsimon plastinkasi bilan birikadi. Ikkinchi birikish bu qiyshiq birikish hisoblanib, lamina papritseya qog'ozsimon plastinka bilan birikib turadi. Uchinchi birikishni biz ko'rishimiz mumkin, gorizontal birikish bo'lib, pastki qismdan, demak, yuqori jag, tanglay suyakning perpendikulyar plastinkasi hamda orbita bilan birikishi mumkin. Keyingi plastinkamiz bu yuqori burun chig'anog'ining bazal plastinkasi hisoblanadi. Aynan yuqori burun chig'anog'i g'alvirsimon suyakning lateral qismida joylashgan, nozik, juda nozik rivojlangan kichik plastinka hisoblanadi. Endoskopda biz ko'rishimiz mumkinki, birinchi navbatda ilgaksimon o'simta plastinkasi, undan keyin etmoid bulla, keyin o'rta burun chig'anog'ining bazal plastinkasi. Ana shu 3 ta plastinkadan o'tib borganimizdan keyin bizga 4-plastinka yuqori burun chig'anog'ining bazal plastinkasi uchraydi. Ba'zi bir hollarda yuqori burun chig'anog'ining ustki qismida ham kichik burun chig'anog'i, ya'ni supramonazal konxa ham uchrab turishi mumkin. G'alvirsimon suyak plastinkalarining oxirgisi, ya'ni oxirgi lamellasi bu sinus sphenoidalisning oldingi devorini hosil qiluvchi plastinka hisoblanadi. Agar biz o'sha fes amaliyotlarida sinus sphenoidalisga dostуп ochmoqchi bo'lsak, eng oxirgi plastinka sifatida sinus sphenoidalisning oldingi plastinkasini ko'rishimiz mumkin. Osteomiyatal kompleks haqida qisqagina, uning tarkibiy tuzilmalari haqida qisqagina to'xtalib o'tamiz. Osteomiyatal kompleks bu o'sha burun yondosh bo'shliqlari hisoblangan yuqori jag sinus maxillaris, peshona bo'shlig'i sinus frontalis hamda g'alvirsimon bo'shliqning oldingi kataklari drenajlanadigan o'rta burun yo'lidagi muhim anatomik joy hisoblanadi. Osteomiyatal kompleks tarkibiga ko'rishimiz mumkin, sinus maxillarisning chiqish teshigi ostium sinus maxillaris va undan keyin infundibulum, undan so'ng hiatus semilunaris, ilgaksimon o'simta processus uncinnatus, o'rta burun chig'anog'i concha medialis va etmoid bulla. Aynan mana shu 6 ta qism osteomiyatal kompleksning tarkibiy qismi hisoblanadi. Demak, g'alvirsimon suyak kataklarini qon bilan ta'minlanishi haqida gaplashadigan bo'lsak, bunda tashqi va ichki yuqi arteriyasidan tarmoqlar oladi. Bunda mana ko'rishingiz mumkin, ichki yuqi arteriyasidan arteriya oftalmika chiqadi va arteriya oftalmikadan arteriya etmoidalis anterior, arteriya etmoidalis posterior, ya'ni g'alvirsimon suyak kataklarining oldingi va orqa kataklarini qon bilan ta'minlaydi. Bundan tashqari, tashqi yuqi arteriyasidan arteriya maxillaris yuqori jag arteriyasi va undan arteriya sphenopalatина tarmog'i chiqadi. Arteriya sphenopalatина esa g'alvirsimon suyakning pastki pastki qismlarini qon bilan ta'minlaydi. Demak, g'alvirsimon bo'shliq kataklarining innervatsiyasi haqida gapiradigan bo'lsak, bunda 5-juft bosh miya nervi hisoblangan 3 shoxli nerv nervus trigeminusning birinchi shoxi nervus oftalmika bilan innervatsiya qiladi. Bu sezuvchi innervatsiya hisoblanadi. Aynan mana shu 5-juft nervning birinchi shoxi bo'lgan nervus oftalmikadan nervus etmoidalis anterior va nervus etmoidalis posterior, ya'ni oldingi va orqa etmoidal nervlar bilan innervatsiya qilinadi. Bu ham aynan o'sha qon bilan ta'minlanishiga juda ham o'xshash. Oldingi nerv tolalar g'alvirsimon bo'shliq kataklarining oldingi kataklarini, nervus etmoidalis posterior esa g'alvirsimon bo'shliq kataklarining orqa kataklarini innervatsiya qiladi. Mana sizlar bilan bugun g'alvirsimon bo'shliq kataklarini, demak, anatomiyasi, bunda joylashgan plastinkalar,
qon bilan ta'minlanishi, innervatsiyasi haqida qisqacha ma'lumot berishga harakat qildik. Kimda o'zini qiziqtirgan savollar, fikr mulohazalar bo'lsa, izohlarda qoldirishingizni so'raymiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat.